To'rt infeksiyani ko'pchilik qondan topshiradi. Immunoglobulin M, G, PCR analiz deyishadi qondan. Lekin bugungi kunda bizada juda informatsiya boy, значит, bizada ko'rsatadigan analiz bu Femaflor screen bor va Femaflor 16 bor. Va to'rt infeksiyani imенно qon bilan yuqadigani, jinsiy yo'l bilan yuqadigan infeksiyalarni ko'rsatkichi va nafaqat shamollash ko'rsatadi va shamollash ichidagi tarkibli virusni nagruzkani, virusni infeksiyani yoki bakteriyani yoki parazitlarni ko'rsatadi. Mana bu analizimizda hozir ko'rishingiz mumkin, har bitta mana 13 ta faktor bilan birga qaysi flora ayolimizni qinlarida tarkibda bor. Bu mana qaranglar, Gardnerella bu ключевые клетки hid chaqiradi. Hidli выделение bo'ladi, oqimli, особенно qo'shilgandan keyin kandida bu zamburug', kofe, shirinlikdan keyin qo'ziydi va asab tizimi buzilganda, kortizol moddasi ko'tarilganda ko'tariladi. Ureoplazma va mikoplazma bu условно patogenli, lekin to'rt infeksiyaga kiradi. Mana buni tarkibida mana bu infeksiyalar bu ham mumkin emas. To есть albatta har bittasi tarkibida infeksiyadan qaysi biri chiqqanda xo'jayin bilan birga davolanish shart.